Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar 2025 yil oxirigacha nimalarni qilib ulgurishi kerak, aks holda pensiya puliga chiqishi to'xtab qolishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va qarindoshlariga tegishli. Chunki ko'pincha pul yo'qolishi katta xatodan emas, oddiy e'tiborsizlikdan boshlanadi. Hujjat muddati o'tadi, bank kartasi ishlamay qoladi. Yashash manzili o'zgargani xabar qilinmaydi. Ortiqcha to'lov keyin qaytarib olinadi. Men bu videoda sizga masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Iltimos hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri harakat odamni bir necha oylik ovoragarchilikdan, ba'zan esa pul yo'qotishdan saqlab qoladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasini bir marta rasmiylashtirib qo'ygandan keyin hammasi avtomatik ketaveradi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ko'p jarayonlar avtomatlashtirilgan. Pensiya bank kartasiga tushadi. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida elektron almashinadi. Fuqaro har oy borib hujjat ko'rsatishi shart emas. Lekin bu pensiya masalasida umuman nazorat kerak emas degani emas. Hozirgi sharoitda asosiy xavf shundaki, pensiya to'lovi bir nechta ma'lumotga bog'liq. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, tiriklik holatini tasdiqlash, nogironlik guruhi bo'lsa, uning muddati. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish yoki oilaviy holat, chet elga chiqish holati, ishga kirish yoki qo'shimcha daromad bo'yicha ayrim ma'lumotlar. Mana shu zanjirdagi bitta bo'g'in noto'g'ri bo'lsa, pensiya vaqtida tushmasligi yoki keyin ortiqcha to'langan deb hisoblanishi mumkin. Men eng ko'p uchraydigan vaziyatni aytaman. Pensioner opa bank kartasini 3 yil oldin olgan. Karta muddati 2025 yil noyabrda tugaydi. Opa buni bilmaydi. Chunki kartadagi yozuvga e'tibor bermagan. Dekabr oyi pensiyasi tushishi kerak bo'lgan paytda bank karta amalda yopilgan bo'ladi yoki to'lov qaytadi. Opa pensiya jamg'armasiga boradi, bankka boradi. Navbat kutadi. Aslida bu muammoni 10 daqiqada oldindan hal qilish mumkin edi. Karta muddatini tekshirib, yangi karta ochtirish va pensiya tushadigan hisob raqami to'g'ri bog'langanini tasdiqlash. Yana bir misol. Pensioner aka boshqa tumanga ko'chib o'tadi, lekin ro'yxatdan o'tish, yashash manzili yoki pensiya ishi bo'yicha ma'lumotni yangilamaydi. Bir muddat pul tushaverishi mumkin, keyin tekshiruvda ma'lumotlar mos kelmay qoladi. Natijada to'lov tekshiruvga tushadi. Odam esa men nima xato qildim deb yuradi. Xatolik katta emas, lekin natijasi og'ir. Pul kechikadi, hujjat yig'iladi, idora yuriladi. Birinchi navbatda pensionerlar shuni tushunishi kerak. Pensiya bu faqat yoshga qarab beriladigan pul emas. U hujjatlar va huquqiy asoslar bilan bog'langan doimiy to'lovdir. Davlat sizga pensiyani hisoblaydi va to'laydi. Lekin siz ham o'zingizga tegishli o'zgarishlarni vaqtida xabar qilishingiz kerak. Men buni qo'rqitish uchun emas, amaliy hayotda ko'p uchraydigan muammolarni oldini olish uchun aytyapman. 2025 yil oxirigacha har bir pensioner tekshirishi kerak bo'lgan birinchi narsa bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Agar sizda eski pasport bo'lsa, uning amal qilish muddati tugamaganini tekshiring. Agar ID karta olgan bo'lsangiz, undagi familiya, ism, tug'ilgan sana va JSH raqami pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mosligini tekshiring. Ba'zan bitta harf xatosi, tug'ilgan sanada bitta raqam noto'g'ri kiritilgani yoki familiya o'zgargandan keyin ma'lumot yangilanmagani ham muammo chiqaradi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin pensiya ishida eski familiya qolgan bo'lishi mumkin. Bank kartasi yangi familiyada, pensiya hujjati eski familiyada, IDda karta esa yana boshqa ma'lumot bilan yurishi mumkin. Bunday holatda pul butunlay yo'qolib ketmaydi. Lekin to'lov tizimida mos kelmaslik paydo bo'ladi. Men bunday vaziyatda kutib yurmaslikni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi muhim masala bank kartasi va hisob raqami. Bugun ko'p pensionerlar pulni naqd shaklida emas, plastik karta orqali oladi. Bu qulay, lekin kartaning amal qilish muddati bor, PIN kod bor, bank ilovasi bor, telefon raqami bog'langan bo'ladi. Agar karta muddati 2025 yil ichida tugasa, yil oxirini kutmang. Bankka borib yangi karta oling. Eski kartadagi hisob bilan yangi karta to'g'ri bog'langanini aniqlang. Ba'zi banklarda karta almashtirilganda hisob raqami o'zgarmaydi.
ba'zida yangi karta yangi hisobga bog'lanishi mumkin. Eng muhimi, pensiya aynan qaysi hisobga tushayotganini bankdan yozma yoki SMS orqali aniqlab oling. Uchinchi masala telefon raqami. Ko'p pensionerlar telefon raqaming pensiyaga nima aloqasi bor deb so'raydi. Aloqasi bor. Bank SMS xabarnoma yuboradi. Davlat xizmatlarida tasdiqlash kodi keladi. Ayrim elektron xizmatlar telefon raqami orqali ishlaydi. Agar telefon raqami farzand nomida bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa yoki ishlamayotgan bo'lsa, pensioner muhim xabarlarni ko'rmaydi. Men maslahat beraman. Pensioner nomiga ishlaydigan bitta doimiy telefon raqami bo'lsin, u bankka, davlat xizmatlariga va zarur idoralarga bir xil ko'rsatilgan bo'lsin. Eng ko'p xavf guruhiga birinchi bo'lib yolg'iz yashaydigan pensionerlar kiradi. Chunki ular ko'pincha kartaning muddati, hujjatning amal qilish sanasi kelgan SMS yoki idoradan chaqiruv haqida vaqtida bilmay qoladi. Agar sizning oilangizda yolg'iz yashaydigan ota-onangiz, amaki, xola yoki qo'shningiz bo'lsa, yil oxirigacha ularning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Bu yordam aralashish emas, bu oddiy himoya. Ikkinchi xavf guruhi nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik guruhi muddatsiz emas, ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati juda muhim. Masalan, nogironlik muddati 2025 yil sentyabrda tugaydi, lekin odam komissiyaga vaqtida bormaydi. Keyin oktyabr oyida to'lov to'xtaydi yoki kechikadi. Odam mening ahvolim o'zgarmagan-ku deydi. Lekin tizim uchun asosiy masala bu hujjatning amal qilish muddati. Shuning uchun nogironlik bilan bog'liq pensiya oluvchilar tibbiy hujjatlarni komissiya sanasini va qayta ko'rik talab qilinadimi yo'qmi? Oldindan aniqlash kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ayniqsa farzand 12 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasi muhim bo'ladi. Agar talaba o'qishni tashlab qo'ysa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki akademik ta'til olsa, to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men ota-onalarga shuni aytaman. O'qiyapti degan gapning o'zi yetarli emas, rasmiy ma'lumot kerak. Har o'quv yilida o'qish shakli, kursi va talabalar safida ekanini tasdiqlovchi hujjatni tekshirish zarur. 4-guruh chet elga chiqib ketgan yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner bir necha oyga chet elga borsa, ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlash, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma orqali pul olish kabi masalalar paydo bo'ladi. Chet eldagi pensionerlar uchun eng katta xatolardan biri pul kartaga tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylashdir. Vaqt o'tib tiriklikni tasdiqlash yoki yashash holati bo'yicha savol tug'ilsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketishdan oldin pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha tartibni aniqlang. Birinchi misol. 68 yoshli pensioner aka oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati 2025 yil dekabrda tugaydi. U kartani faqat do'konda ishlatadi. Kartadagi sanaga qaramaydi. Dekabr pensiyasi tushmaydi. Chunki bank to'lovi qaytgan yoki karta faol emas. Aka 2 hafta davomida bank va pensiya bo'limi orasida yuradi. Natijada pul keyin tushadi. Lekin o'sha 2 hafta davomida dori olish, kommunal to'lov, oziq-ovqat masalasi qiyinlashadi. Bu yerda pul butunlay yo'qolmagan bo'lsa ham, kechikishning o'zi pensioner uchun katta zarar. Ikkinchi misol, pensioner opa qizining uyiga ko'chib o'tadi. Oldin boshqa tumanda ro'yxatda bo'lgan. Hozir boshqa manzilda yashaydi. U men baribir shu davlatdaman, pensiyam tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin manzil bank bo'limi pensiya ishi va aloqa ma'lumotlari eskicha qoladi. Keyin biror tekshiruv, qayta hisoblash yoki ma'lumot yangilash vaqtida u topilmaydi. Chaqiruv xati eski manzilga boradi, opa bundan bexabar qoladi. Natijada oddiy yangilanish masalasi bir necha haftalik muammoga aylanadi. Uchinchi misol. Nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi fuqaro tibbiy qayta ko'rikka vaqtida bormaydi. Sababi oddiy. Menga hech kim aytmadi deydi. Lekin ko'p hollarda muddat hujjatning o'zida yozilgan bo'ladi. Agar muddat 2025 yil oktyabrda tugasa, sentyabr oyidayoq poliklinika yoki tegishli tibbiy komissiya bilan bog'lanish kerak. Bir oy oldin harakat qilinsa, hujjat uzluksiz davom etadi. Oxirgi kunga qoldirilsa, navbat, tahlil, shifokor xulosasi, komissiya yig'ilishi sababli to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 4-misol. Bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 14 yoshli talaba kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tadi. Oilasi buni pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi.
keyin ma'lum bo'ladiki, ayrim to'lovlar aynan kunduzgi ta'lim sharti bilan bog'liq bo'lgan, bir necha oy davomida olingan pul ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Bu holatda odam men bilmagan edim desa ham, ortiqcha to'lovni qaytarish talabi chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'qish shakli o'zgarganda darhol aniqlashtirish kerak. Endi men eng muhim nozik masalalarni aytaman. Birinchi nozik joy, hamma pensionerga bir xil qoida qo'llanadi deb o'ylamang. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar bir-biridan farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam uchun bank karta muammosi asosiy xavf bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha oluvchida esa qayta ko'rik muddat eng muhim bo'ladi. Ikkinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pul masalasi. Ko'pchilik faqat pensiyam to'xtab qolmasin deb o'ylaydi. Lekin ortiqcha pul berilib, keyin qaytarish talab qilinmasin degan masala ham bor. Agar odam o'zgarish haqida xabar bermasa, masalan, o'qish tugagan, nogironlik muddati o'tgan, oluvchi vafot etgan, ishonchnoma bekor bo'lgan, lekin pul olinavergan bo'lsa, keyinchalik bu pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Bu oilalar uchun juda og'ir bo'ladi. Chunki pul allaqachon sarflangan bo'ladi. Uchinchi nozik joy, ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, boshqa odamga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi va haqiqiyligi aniq bo'lishi kerak. O'g'lim oladi, kelinim biladi. Qo'shnim yordam beradi degan og'zaki kelishuv yetarli emas. Pul masalasida hammasi hujjat bilan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Agar ishonchnoma noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, keyin tortishuv chiqadi. To'rtinchi nozik joy, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Men buni alohida ogohlantiraman. Pensioner kartasini va PIN kodini boshqa odamga berib qo'ysa, pul yechib olinganda keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham, karta egasi o'z pulini nazorat qilishi kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, bank ilovasida limit qo'yish, SMS xabarnomani yo'qish, har oy tushgan va yechilgan summani tekshirish kerak. Masalan, pensiya 1,5 million so'm tushdi, lekin pensionerga faqat 1 million so'm berildi. Qolgan 500 ming so'm kommunalga to'ladim deb aytiladi, lekin chek yo'q. Shunday holatlar nizoga sabab bo'ladi. 5-chi nozik joy, firibgarlik. Pensionerlarga telefon qilib, pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya chiqdi. Kartangiz blok bo'ladi. Kod ayting, SS raqamni yuboring deydiganlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman, hech qachon SSS kodni, karta raqamini to'liq, amal qilish muddatini, CVV kodni, PIN kodni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat xizmati xodimi sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavfli belgi. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, bank kartasi, agar bo'lsa nogironlik hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma. Nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni bir joyga qo'ying. Har bir hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSH shir, amal qilish muddati va berilgan sanad to'g'ri yozilganini ko'ring. Ikkinchi qadam, bankka boring yoki bank bilan bog'laning. Kartaning amal qilish muddati qachon tugashini so'rang. Pensiya qaysi hisob raqamiga tushayotganini aniqlang. SMS xabarnoma ulanganmi, telefon raqami to'g'rimi, karta bloklanmaganmi? Limitlar qanday? Shularni tekshiring. Agar karta eski bo'lsa, magnit chizig'i ishlamayotgan bo'lsa, PIN kod esdan chiqqan bo'lsa, yil oxirini kutmang, oldindan almashtiring. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Men hammaga borib navbatda turishni aytayotganim yo'q. Agar sizda hammasi joyida bo'lsa, shoshilinch zarurat bo'lmasligi mumkin. Lekin ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lsa, albatta murojaat qiling. Manzil o'zgargan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, bank hisobi o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati yaqinlayotgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish holati o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. To'rtinchi qadam, MyBonk.uz yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Hamma pensioner internetdan foydalana olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda farzandlar yordam bersin, lekin kodlar va parollarni nazoratsiz bermang. Farzand yordam berayotgan bo'lsa ham, pensioner yonida bo'lsin, nima tekshirilayotganini tushunsin. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga borib maslahat oling.
Beshinchi qadam, yozma iz qoldiring. Masalan, siz bank hisobini o'zgartirdingiz. Shunchaki og'zaki aytib ketmang. Ariza qoldiring yoki tizimda yangilanganini tasdiqlovchi ma'lumot oling. Siz pensiya jamg'armasiga hujjat topshirdingiz. Qabul qilingan sana, ariza raqami yoki mas'ul xodim haqida ma'lumotni saqlang. Bu keyin muammo chiqsa, men vaqtida murojaat qilganman deb isbotlash uchun kerak bo'ladi. 6-qadam, har oy pensiya tushganini tekshiring. Pul tushgan kunni daftar yoki telefon kalendariga yozib boring. Masalan, har oyning yo'ng sanasi atrofida pensiya tushsa, 2 sanada tekshirib qo'ying. Agar odatda 20 million 200 ming so'm tutsa, lekin bu oy 20 million 200 ming so'm tutsa, mayli keyin ko'ramiz demang. Sababini aniqlang. Ba'zan ushlab qolish, qayta hisoblash bank komissiyasi qarzdorlik yoki boshqa omil bo'lishi mumkin. Har qanday farqni vaqtida bilgan yaxshi. 7-qadam, uyda pensiya papkasi qiling. Bu juda oddiy, lekin foydali. Bitta papka pasport nusxasi, ID karta nusxasi, bank karta ma'lumoti, pensiya jamg'armasi hujjatlari, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma nusxasi, telefon raqami va kerakli idoralar manzilini joylang. Agar pensioner kasal bo'lib qolsa yoki o'zi bora olmasa, oila a'zolari hujjatni qidirib vaqt yo'qotmaydi. Men odatda quyidagi hujjatlarni tayyor saqlashni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta JSHShir ko'rsatilgan hujjat. Pensiya tayinlanganiga oid ma'lumot, bank karta yoki hisob raqam rekvizitlar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa va nogironlik guruhi muddati. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi va muddati, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnoma. Ariza yozishda esa aniq yozish kerak. Masalan, mening pensiya to'lovlarim tushadigan bank hisob raqamim o'zgargani sababli yangi hisob raqamiga o'tkazib berishingizni so'rayman. Yoki yashash manzilim o'zgargani sababli pensiya hujjatlarimdagi ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, telefon raqami, eski va yangi ma'lumot, sana va imzo bo'lishi kerak. Agar arizani boshqa odam topshirsa, vakolatni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi shart. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, har oy pensiya vaqti tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki o'qish kabi muddatli shartlar sizga tegishli bo'lmasa, katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki muammo borligini ko'pincha odam pul tushmay qolgandan keyin biladi. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya masalasida eng yaxshi himoya bu oldindan tekshirish. Kasal bo'lgandan keyin dori izlagandan ko'ra, oldindan ehtiyot chorasi ko'rgan yaxshi. Hujjatni ko'rib chiqish, bankka bir marta borish, telefon raqamini yangilash, tibbiy ko'rik sanasini belgilab qo'yish katta ish emas. Lekin bu kichik ishlar yil oxirida katta muammoni oldini oladi. Demak, 2025 yil oxirigacha pensionerlar eng avvalo hujjatlarini, bank kartasini, telefon raqamini, yashash manzilini, nogironlik yoki o'qish bo'yicha muddatli hujjatlarni tekshirishi kerak. Agar biror o'zgarish bo'lsa, uni kutmasdan rasmiylashtirish kerak. Agar pensiya miqdori o'zgarsa yoki pul kechiksa, sababini darhol aniqlash kerak. Agar kimdir telefon qilib karta kodi yoki SMS kod so'rasa, bunday ma'lumotni hech qachon bermaslik kerak. Men sizga ekspert sifatida eng asosiy maslahatni beraman. Pensiya pulini saqlab qolish uchun eng katta qadam bu o'z ma'lumotlaringizni nazorat qilishdir. Davlat tizimi ishlaydi, bank tizimi ishlaydi. Lekin sizning hujjatingiz eskirgan bo'lsa, kartangiz muddati tugagan bo'lsa yoki ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar eng ko'p qaysi muammoga duch kelmoqda? Bank kartami, hujjatmi, nogironlik muddati yoki pensiya kechikishimi? Sizning fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi.